Bugun kelgan manzilimizda Toshkent tumani Qizg'aldoq mahallasida bo'lyapti. Zamona to'yxonasining ro'parasidan 1 kilometr korobka holatli xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Bilal aka, ma'lumot bering. Xo'p, bu xonadonimizni ko'rib turibsizlar, pishug'ishdan qurilgan, 2,5 sotixga joylashgan, жилой площадimiz 610 kvadrat. 4 qavat, 10 ta xona, 5 ta sanuzilga ega bo'lgan xonadonimizni sotuvga qo'yganmiz. Hattoki bitta narsani ta'kidlab o'taman, 28 armaturalar, zinalar, 14 armaturadan to'qib chiqilgan xonadonimizni sizlarga mana ko'rsatmoqchimiz. Buni yonidagi ko'chadan ham kirsanglar bo'ladi. Bu orqasida yana bitta xuddi shunaqa bir xil planirovkada qurilgan korobka holatda. Unisi ham, to'g'rimi? Unisi ham xuddi shunaqa planirovkada, aka, uka uchun uni ham xuddi shunaqa planirovkada qurib bitkazgan. Uchun ham zo'r variant ekan. Svet, suv, gaz, kanalizatsiya bormi? Muammo yo'q, hammasi bor bu yerda. Narxiga keladigan bo'lsa, necha pul bo'ladigan o? Narxini startoviy 125 ming dollardan baholadik. Albatta, kelishadigan joylari bor. Nomer yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib, kelinglar, ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa, narxidan yana o't berishadi, kelishadigan joyi bor. Hammalarga omad. Toshkent tumani Qizg'aldoq mahalladan uy so'raganlarga tashab qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar.